bo'linglar. Baba. Qizlar, sizlar ham bezgaz uylarga suv tashib joninglarga tegdimi? Yokida kullerda уже suv yetkazib olmayapsizlarmi? Yokida menga o'xshab baland etajda yashasanglar, svet bilan suv birdaniga o'chib qolsa, suvsizlikdan nima qilishni bilmayapsizlarmi? Buni zo'r yechimi bor. Qaranglar, Rabaklindan shunaqa Aura firmasidan suv filtrini xarid qilsanglar, отдельно o'zingizlarning kraninglarda mana shunaqa muzdagina suvli tushadi, filtrlangan. Sifalilar, farzandinglarga kashali damlaganinglarda tagida nagar yig'maydi. Undan tashqari qorinni og'ritmaydi qizlar va undan tashqari ichida o'zini zapas litr suvi bilan bo'ladi. Suv bilan svet o'chganda bemalol svet kelgangacha yetib olsanglar bo'ladi, ya'ni choy qo'yishga, ovqat qilishga bemalol yetadi. Xullas, men sizlarga buni tavsiya qilaman. Olsanglar baraka topasizlar. Profil qoldiraman. Xohlasanglar oyma-oy bo'lib to'lashga olsanglar ham bo'ladi. Ovotgan kulleringlarni, suvinglarni puliga mashraba qiling, yoninglarga qoladi. Aytgancha, buni podelkalari ham, tufta filtrlari ham bor. O'shalardan ehtiyot bo'linglar. Mash profildan xarid qilinglar.